qalbingizga niyat qilasiz ki men 2 rakat Eid Qurbonda vojibda imomni keyiniga o'qiyman. Allohu akbar. Agar tilingizga niyat qilsangiz, pashto azizlar o'z pashto tiliga niyat qiladi. Farsi zabonilar niyatkardan bigizoram o'z tiliga niyat qiladi. O'zbeklar o'z tiliga niyat qiladi va turkman qavmlar o'z tiliga niyat qiladi. Arab millati o'z tiliga niyat qiladi. Tilingizga ham niyat qilsangiz shariatga hech mushkuli yo'q. Vali behtar bu narsa. Qalb insonga muhimdir. Ba'ziki niyat qilingiz Allohu akbar. Qo'l bog'lanadi. Subhanakallohummani imom o'qiydi va muqtadilar ham o'qiydi. Ba'da subhanakallohummadan sonra 3 takbirot zavoid aytiladi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Qo'llar bog'lanadi. A'uzu billahi bismillahni o'qiydi imom. Ba'dan zamm sura, sura Fatihani o'qiydi. Ba'da sura Fatihadan sonra zamm sura oldiga bir sura o'qiydi. Ruku bo'ladi, sajda bo'ladi. 2 rakat 2 dafa sajda qilgandan sonra Dum rakatga keladi. Dum rakatga bor takbiroti zavoid misli avvalgiday avvaliga aytilmaydi, balki keyinga qo'yiladi. Misol, chiqqanday imom alhamdulillah o'qiydi, oldiga zamm sura bo'ladi, ba'dan rukuga ketmaydi. Sho'rga to'xtagan joyiga 3 dafa takbiroti zavoid degan aytadiki, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, 4-chisiga rukuga qarab ketadi. Mana bu ham tariqa eddi.